Nima buncha sasyapti o'zi? Bu yana nimasi bo'ldi qishloqqa? Nima bo'pti? O'tiribman, maza qilib o'zimni taqdimda. Sen yana kreativdan o'zingga mana bu sassiq narsalarni oldingmi? Nimasi sassiq bu sanada sir bu? Ajdarning boshidan o'zingga taxtiyasi olganingga o'laymi? Patsanjon, kreativni sen menga berdingmi? Azobini ham sen tortasan. Ha, bu ishim uchun meni afsuslantirding qishloqqa. Demak, o'z vazifamni bajaribman-da. Chu 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 poysha, chu 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 chu. Hammaga salom do'stlar, sizlar bilan Artifakt. Va bu qishloqqa meni voylanatib bu sassiq narsalar yana kelib olibdi. Bu qishloqqa meni jonimga tegdi. Kreativni olgandan beri shu. Ha, o'sha kun hech qachon yodimdan ko'tarilmaydi. Birinchi marta kreativga o'tab xohlagan narsamni olardim. Tushunmaysan-da. Tushunishni ham xohlamayman qishloqqa. Bo'ldi, jonimga tegdi. Bularni hammasini yoqib yuborish kerak. Hammasini oxirgi donalarigacha. Hattoki bilasanmi, seni ham uyingni yoqaman. Ha, seni uyingga ham nima kerak o'zi? Meni uyim nima kerak? Balki seni uying nima kerakdir, a? Yo'qki. Ezim yu bording. Uyimni nega yoqasan? Pachoqali. Mana seni uyingga shapkam ye. Nega portlamaydi bu pachoq uy? Qishloqqa bu yerga kel. Menda buni hamma seni tugatishga taklif bor. Sen meni bir soniya bo'lsa ham eshit. Bu yoqqa kel, meni senda ajoyib bir taklifim bor. Mayli, eshitaman, lekin qimirlasang nima bo'lishini bilasan-a? Mayli, shunisiga ham rahmat. Xullas, meni eshit. Kel, bellashamiz. Masalan, yerto'llar jangi. Yutgan kreativga ega bo'ladi, yutqazgan esa ayriladi. Yo'qmadi. Menda bor narsa uchun kurashaymiz. Endi borligi esa menga umuman xalaqit bermayapti masalan. Menga esa xalaqit beryapti, tushundingmi? Seni shunchalar ezib yubordimmi? Ha, mayli, sen bilan bellashaman. Agar yutqazsang, agar seni ezib yuborish bundan ham oson bo'ladi. Lekin agar degan joyi bor, sen yuta olmaysan. Epic perixod, meni qo'lim bo'lishim aniq bo'lsa, sen undan ko'ra ayt, mana shu blokni ishlataveraymi? Yo'q, bironta epic blokdan ol, temirga o'xshagan. Redstone bo'ladi. Qishloqqa vona qo'yasiz, endi kreativni tortib oladigan paytlarim ham kelibdi-ku. Qayerdan bilasan? Balki sen birinchi marta kreativdan ayriladigan davrlar kelayotgandir. Buni hali video oxirida bilamiz. Do'stlar, kimni yutadi deb o'ylaysiz? Agar meni bo'lsa, like bosing, qishloqni yutadi deb hisoblasangiz obuna bo'ling. Pachoqali, meni hamma yaxshi ko'rishdan foydalanib milliard obunachi to'plamoqchimisan? Seni kimdir yaxshi ko'rishiga shubham bor. Meni yaxshi ko'radiganlar tiqilib yotibdi. O'zi hamma shuni deb obuna bo'lgan. Mayli, seni gaping to'g'ri desam qutulaman. Bo'ldi. Yerto'lani qurish vaqti yetib keldi. Faqat polesdan chiqibdi. Meni restoranda yerto'landa shunaqa narsalar bo'ladi. Seni tushunchalaringga ham kirmagan. Ishon. Oldin u narsalarni sen ko'rang. Yerto'la desa piramida qurib tashlayapsan-ku. Piramidaga o'xshab mustahkam bo'ladi. Bo'ldi, u yoqqa qishloqqa meni eshitmaydi. Birinchi xonamiz esa tugmali xona bo'ladi. Bu yerda millionlab yoki trillionlab tugmalar bo'ladi. Lekin ularning bir donasigina keyingi qavatga yo'l ochadi. Mana bu portionlar bloklarni tortib oladi. Endi redstone o'tkazamiz. Bu mexanizm orqali tugma bosilganda portionlar yonish o'rniga o'chadi. Bu tarafiga ham 3 ta portion qo'yamiz kattaroq joy ochilishi uchun. Menimcha hammasi ishlayapti, ajoyib. Endi esa bizga juda ham ko'p parraklar. Osmonlarda uchib yuribsanmi, Artijon? Seningcha men kabadi yozishni bilmaymanmi? Yeb bilan qo'y. Parraklarni hozir ishlatmaslikka qaror qildim. Ularni oxirgi bosqichda ishlataman. Hozir qurayotganimdan chiqib ketish uchun esa qishloqqa dastakni topish kerak. Mana bu sandiqda. Dastakni solib qo'yamiz. Boshqalari ham bo'sh bo'lmaydi. Ba'zilarda aslaha, ba'zilarda esa ovqat bo'ladi. Bunisi esa qishloqqa uchun kichik sovg'a. Narsalarni olishga esa mana bu maxluqlar xalaqit beradi. Endi 3-xonaga o'tamiz. Bu xonada labirint bo'ladi, lekin u umuman qishloqqa uchun emas. Oynalar qo'yamiz. Bu yerda cho'chqa tuxumi va sabzali qarmoqcha turadi. Bu orqali cho'chqani olib o'tish kerak. Endi ozgina redstone o'tkazamiz. Redstone blok, komparator va yana ozgina redstone o'zgartiramiz. Tayyor. Endi redstone kelganda portionlar yonish o'rniga o'chadi. Tekshirib ko'ramiz va hammasi ishlayapti. Ozgina parkour, men ularsiz yasha olmayman. Qishloqni esa parkourni ko'rgani ko'zi yo'q. Hozir qurayotgan uskuna qishloqqa aslahalar beradi. Bu qavatda aslahalar qishloqqa aniq kerak bo'ladi. Qishloqqa qilich ham kerak bo'ladi. Tekshirib ko'ramiz. Yana bu tugmani ham bosish kerak. Tayyor askar. Endi qishloqqa raqib yaratish qoldi. Bu blokka mana bu komandani yozamiz. Endi har bitta redstone signaldan keyin zombi paydo bo'ladi. Faqat koordinatalarni sal almashtiramiz. Bu esa ular juda ham ko'p paydo bo'lishiga. Zombilar paydo bo'lishni boshladi, lekin bu juda ham ko'p shekilli. Porshini bunaqasiga almashtirish kerak. Shunda faqat tugmada turganda paydo bo'lishadi. Bu qotani o'tish uchun shunchaki bu yerga sakrash kerak. Yana qishloqqa menimcha qilich bilan hech narsa qila olmaydi. Shuning uchun kalashnik solib qo'yamiz o'qlar bilan. Va yana boya aytganimdek, parraklarning vaqti yetib keldi. Oho, qishloqni qurgan narsalarni qaranglar. Bu yerda giper, super ko'p darajada parrak bo'ladi. Endi redstone o'tkazish kerak.
kerak va oxir oqibat redstone'lar ham qo'yildi. Haqiqiy dahshat. Bu yerda kreativdan o'tish qiyin. Qishloqqa qanday qiladi bilmadim. Mana shu yerga kelish kerak qishloqqa. Oxirgi boss bilan jang qilish uchun esa qishloqqa parolni topishga to'g'ri keladi. Parol 500 ming bo'ladi. Menimcha tushunib turibsiz nega aynan 500 ming ekanligini. Joyni sal o'zgartirishga to'g'ri keldi. Hammayni tekshirib ko'ramiz. 500 ming va eshik ochiladi. Bunisi esa qishloqning aniq maqsadimiz esdan chiqib qolmasligi uchun. Bitta zarba bu yerga, ikkinchisi esa bu yerga va set duel. Boss uchun arenani yasash qoldi. Albatta butun xona temirdan bo'ladi. Bu yer temir qutiga o'xshab qolmasligi uchun ozgina dekoratsiya ham qo'shamiz albatta. Tayyor, endi unchalik ham bo'sh ko'rinmayapti. Bossni o'zini yaratish qoldi. Bu bola bo'lmaydi, bunisi ham bo'lmaydi, bu ham bo'lmaydi, bu ham to'xtanglar. Kaktus juda ham kreativ ko'rinyapti. Mayli shu bo'la qolsin, jonini 500 ta qilamiz, kuchini esa 2 baravarga oshiramiz. Olmos qilich berib. Bular esa qishloqiga oxirida sovg'a bo'ladi. Boss yutsa tushadi. Boss tayyor bo'ldi. Ha, qishloqni boss kaktus bo'lishini tasavvur ham qilmaydi. Xo'sh do'stlar, men o'z yerto'lamni qurib bo'ldim. Bu musobaqamiz juda ham muhim, eslatib o'taman. Yutqazgan kreativdan ayriladi. Shuning uchun g'olibni izohlarda yozib qoldiring. Kim kreativsiz qoladi, kim yaxshiroq tayyorlagan edi. Bu olmos kirkami? Qarabaqsa, hech narsani ko'rmading. Bo'l yerto'laga tush. Yaxshi, vahima qilmasang-chi, lekin men baribir bu olmos kirkani olishim kerak-ku. Devoriy toshdan bo'lib yotibdi. Ko'rib qoldik. Qo'lni sindirasan deb umid qilgandim. Ming afsus, orzuying amalga oshmadi. Bo'ldi ichkariga. Bu yana nimasi bo'ldi? Hozir ko'z oldimda tosh qaytadan tiklandimi? Bu hali boshlanishi mo'taloq. Bu devorda regeneratsiyasi bor, tushunding, senda yo'q ashalarsan. Shunaqa degan, mayli, baribir o'tishga harakat qilaman. Shunchaki tezda ikkala bloklar sindirib o'tib ketishga ulgurish kerak. Yaramas, tamomcha tez. Bu yoqqacha boshqatdan temir kirib berishim kerak edi senga. Mayli, bir marta kirdimmi, ikkinchi marta ham kiraman. Ana uni ko'ryapsan, mana uni. Men yana qayerdaman? Bu yana nimasi? Ketib qoldik. Pochoq shunaqarsini qanday qilasan, buzibsan uskunani. Bu yana nima bo'ldi? Temirmi? Xo'sh, men bitta temir bilan nima qilaman? O'sha yana bitta topdim. Damcha rasvolasan ramkadan darsalarda. Xo'sh, endi bitta temir menga qanday yordam berishi mumkin? Yana bitta topib paqirlasa, water drop qilishim kerakmi shunda? Kalla nima uchun berilgan ishlar? Ha, bo'ldi, tushunarli. Qaychi yasash kerak? Qaychi orqali esa mana bu o'rgimchak to'rini olish kerak. Endi yana bir bor urinib ko'r. To'xta. Hozir men bu yerga tushganim bilan yana qaytib teleport bo'lmaymanmi axir? Lekin to'g'ri aytasan, shuni o'ylamaganimni qara. Obbo, endi nima qilasan? Menda bitta qo'ya bor. Pastga tushayotganda to'rni sindiraman. Tayyor endi bo'lsa, bo'ldi. Birinchi bosqichda o'ta bunaqa xursand bo'lmay lekin. Tushunishim bo'yicha men bu yerdan chiqib ketish uchun mana bu yerga turishim kerak. Lekin bu yerda turganimda qandaysiga u yerga boraman, to'g'rimi? Redstone signallar negadir past. Demak, oltin bloklarni kovlab shu yerga tashlash kerak. Va negadir lyuk ochilganini tovushini eshitmadim, ochilmabdi. Bu xatomi? Yo'q, kallangni ishlat ozgina, kallang. Ha, tushunarli. Nega o'zi bu haqda boshida o'ylamadim oldin? Bularni maydalab keyin tashlash kerak edi. Shunda yo'l ochilishi kerak. Va yo'l ochilmadi. IQ 30 dan past desam xafa bo'lasan yana. Ha, qishloqqa charchaganman shekilli. Butunlarni maydalash kerak edi-ku, xuddi oltin bloklarga o'xshab. Nega shu haqda birdaniga o'ylab qo'ya qolmadimmi? Wow, bular ajoyib ko'rinyapti. Yo'l esa ochildi va nihoyat. IQ pastda, mayli, keyingi xonaga o't. Umid qilamanki bu yerda bitta IQ yarim yetmaydi. Xo'sh, men tushunishim bo'yicha bu xonayda mana bu redstone blokni mana bu yerdagi eshikkacha olib kelish kerak, to'g'rimi? Bilmadim, shunaqa bo'lish kerak. Yordamlar yo'q men tarafdan. Yordamlar shart ham emas. Mana shu yerga olib kelish kerak, aniq bo'ldi. Porsche bilan surishni boshladik. Bu yoqqa, u yoqqa va bu yana tortib oldik-ku. Demak, tezda qilish kerak bu ishni. Endi nima qilish kerak? Qayoqqa olib bu? Xo'p, bu bilan tortib olsa bo'ladi. Ajoyib. Men bunday bosh qotirmalarni juda ham yaxshi ko'raman va bir-ikki deganda men olib kelib bo'ldim qishloqqa va eshik ochilishi o'rtaga silib ketdi. Shunaqa bo'lish kerak edi. Bu zamonaviy stil. Bu qotni nima qilish kerak? Bu yerda qandaydir tuxum, eshakniki. Otnikini topolmadim. Kreativda biron nima topolmaysa, u senga nima kerak? Hozir men pastga sakrab eshakka o'tirib olib tirik qolishim kerakmi qishloqqa? Nega bilib turgan narsani so'raysan? Bilmadim shunchaki. Balki uni devorda paydo qilib shart o'tirib olarman va u devorlar orasida qolib ketdi. Patsanjon o'lmasdan o'tolmading. Men eshak tuxumdan yana. Bu safar ehtiyotroq bo'lishga harakat qilaman. U paydo bo'ldi, faqat pastga tushib ketdi, o'tirishga ulgurmadim. Xo'sh, hozir men buni paydo qilaman-da, sal itarib o'tirib olib biz havoda turibmiz. Ajoyib, rahmat Minecraft. Omadsizlik bu chegara emas. Bu yana nima? Minecraftda arzimaydisizmi? Bir-ikki arbuz bo'ldi, o'tirmadi. Balki hammasini boshda o'ylangandek qilish kerakdir. Xatoy paydo qilishga bu qayoqqa paydo bo'ldi? Xo'p, shoshilmasdan ohistalik bilan paydo qilamiz. Sekin uramiz, tushib ketganda sakraymiz. Bu eshakmi shu tirik qoldi? Bu mening imkoniyatim
Va nihoyat men uddaladim. Uddaladingmi? Devorlardagi yozuvni o'qisang yaxshisi. Nima deb yozilgan ekanchi? Endi bu yerdan qanday chiqasan? Va bu hamma yerga yozib chiqilgan, to'g'rimi? Yo'q, yana boshqa gaplar ham bor. Teparoqda o'qidi. Qani qayerga nima deb yozilgan ekan? Endi bu yerdan qanday chiqasan? Sakrash shart emasdi. Nega shart emasdi? Kreativ uchun bellashyapmiz-ku. Sen baribir mag'lub bo'lasan-ku, shunga sakrash kerak emasdi. Bam yutqazasan. Hali sen meni tuzoqlarimdan o'tganing yo'q e'tiboring uchun. Bu yer Minecraft. Hamma shqal-dushqallarini tashlab sen meni yer to'labga ketyapsan. Oho, lambalolarni rosa olibsan-ku. Qani yer to'layni ko'rsan, yumayaman nag'macha kirish oson, jam shunaqa lopaqmi? Nima bo'lo deding? Tushunmagan ertaga tushunadi. Bu yerda tushunarli, bu yerda bitta tugma bor, o'shani bossam ozodlikka chiqaman. Bir boshdan boshlash kerak, aniq topaman. Va nihoyat eng birinchi tugmani eng oxirgi bo'lib bosding. Vaqt ko'p yozib qo'ygan bo'lsa ham. Qani o'zing yo'l, bu tugmani yopilib qolaveradimi, epik qilmaysanmi? Sen ham ozgina yugur dedimda, semirib ketgansan. Qara. Voy boshim. Ikkinchi qavatdan ketish uchun senga dastak kerak bo'ladi. Tushunarli, anov gulobchilar xavfli masxara qilib mani tushdi o'ylanadi. Voy buni urib tashlayapti-ku, sandiqni ochishga qo'ymayapti. Qoch, sandiq ochaymi? Qoch. Tupuraman hozir yuziga. Qoch hamma. Ular bilan jang qil, bu yerda qilich ham bor. Dastakni topdim. Yo'q, bu yerda menga ko'p bola sovg'a bor ekan. Ularni olmasdan ketmayman men bu yerda. Bironta sandiqda qilich yo'q-ku, aldoqchi. Nega bo'lish kerak edi? Yaxshilab qidirmagansan, ham mayli tashladim ol. Tosh qilich, shu yoq qilichmi? Yaxshi o'yoq berma deydi. Mayli shuni ham yo'yaman. Masenga. Sanizga ol. Uyal hamma ketdim. Sovg'alarni hammasini oldim. Bo'ldi. Hech narsani tushuntirishyapmiz. Men bu yerda nima qilish kerakligini bildim. Cho'chqachani paydo qilish kerakmi endi? Keyin orqamdan yur deb yalish kerak. Yaxshiyam oxirida IQing bilan maqtanib qo'ymading-da. Bu pachoqali nega orqamdan kelyapti? Kel orqamdan. Oynani sindirib yubor. Men buni bejab qo'yaman. Nima qilmoqchisan? Men senga qochib ketdi. Bu yoqqa ozgina qoldi. Bu cho'chqani IQsi minuslab ketgan shekilli. Bo'ldi, ustiga turdi. Yugur, hozir yo'l yopiladi. Yugur, qishloqqa yugur. Voy boshim. Shuni sen qishloqlarga moslab, sen kattaroq qilsang o'lib qolmaysanmi ishqib? O'lib qolsam kerak-da. Xo'sh, bu yerda nima qilish kerak? Bu yerda sen juda ham ko'p maxluqlar bilan jang qilasan. Tushunarli, bu asloqa kiyindirgach, nimaga yarmini kiyindirdi? Qolgan yarmini kim oldi? Soliqlar, korrupsiya. Yovuzlar, tugmani bosish kerak. Bu endi tushunarli. Tayyor. O'qlarni olish ham esingdan chiqib qolmasin. Ular kerak bo'ladi hali. Jangni kattasini hidi kelyapti. Sen ham sezyapsanmi? Bu seni tosh tugmada qancha payt turishingga bog'liq. Tekshirib ko'rishapalay topildi. Qishloqqa bu qavatda bitta va juda ham muhim qoidasi bor. Qancha tosh tugmada ko'p tursang, shuncha senga yaxshi bo'ladi. Rostdan buni tekshirib ko'rish kerak. Umid qilaman, aldamayapsan. Hech narsa bo'lmayapti-ku. Voylanadi. Voy jonim. Bular yana nima? Pachoqanlarmi? Yana ozgina ko'proq turmading-da. Mayli, buni seni o'rniga men qilib berishim mumkin. Xavotir olma. Sen xohlaganingcha tur, men bularni menda turib yo'yaveraman. Yo'qda, jang epik bo'lmayapti, pastga tushish kerak. Mana jang endi boshlandi. Yo'q qilaman har birini. Mana senga. Voy meni ham qo'yib tashlashyapti. Men to'g'ri bo'lmayman. Yo'yaman, o'qlar yana masxara, o'qlar. Yo'q endi, senga zombi. Bo'ldi, sapı çekilishim. Hozir çektirayman. Hazırlashdim. Balki kelisharmiz. Kelishishni xohlashmaskanmi? Yo'q, nimaga hozir mana kelishib oldik bir zumda. Menimcha jang sal qisqa bo'ldi. Balki yana ozginagina uzaytiramiz. Asab battik emas. Yo'q, bu qisib qolmaydigan yo'l qilishni ham bilarkansan-ku. Ha, albatta bilaman. Faqat sen ozgina qiynalishingni xohladim. Qachoq sanda, bu super kuch namlamasimi? Senga qulash mayli cheviramiz. Deyapti qarayapsan. Nima bor bu yerda? Taxta mayli chopamiz. Ortiqchalik qilmaydi. Umuman olganda bu taxtani ishlatish uchun qo'ymaganda adashib qo'yib yuborganman. Nega olyapsan? Chopish mumkin emas. Demakda mumkin emas, mumkin bo'lsa sakrash kerak bu yerga. Bu parraklarni ko'ryapsanmi? Seni maydalab tashlashga tayyor. Faqat ular maydalamaydi uchiradi. Menga afsuski. Men borishim kerak bo'lgan joyni ko'rdim shekilli, teshik bor ekan, taxtalarni ishlatamiz. Voy yaramas, g'urromchi, taxtani ishlatma dedim. Siqilma, katta bo'lasan. Hozir tushib olay, ana bu yerga bucha uchiradi bu yaramas parraklarni meni ko'p toqib tashyapti-ku. To'g'ri qilishadi. Seni boshingdan ham zo'r koptok chiqadi. Pachoq, bu yerda 2 blok ekan-ku, men 2 blokka sig'mayman-ku. Nahot endi bilyapsan, kalla
narsalarni ko'rmayapsanmi sig'maydi. Voy, shunaqa degin, shuni o'ylamaganimdan qaramayli, yo'lni sal kattallashtiraman bo'ladi kir. Rostini aytsam ko'ngil ayniyapti. Bu yerda parol qo'yish kerakmi? Yana qanaqa parol? Bu parol bizning maqsadimiz. 10 millionmi? Yo'q, bu ham maqsad to'g'ri, lekin bu hozirgisi yaqin kelajakdagi maqsadimiz. Tushunarli, 500 ming tayyor. Yana bitta parol, bunisi yana nima bo'ldi? Bu safar 1 millionmi? Ha, bunga ham 500 ming bo'ldi, tushunarli. Do'stlar, hozirroq obuna bo'lamiz, 500 ming bo'lishimiz kerak. Fikriga qo'shilaman. 500 ming muhim son, unga qancha tez erishsak shuncha yaxshi. Xo'sh, bu yerda nima qilish kerak? Bu yerda yomon qattiq bezatsak-ku, bu yerda tushunishim bo'yicha bu yerdan qo'ysa bo'ladi, to'g'rimi? Yo'q, nahot shuni sezmading, bu yerda boss bor-ku. Qani, bu yerda lava suv, kaktus bor faqat. Xo'sh, suv meni raqibim emas. Lava bilan urushib turamiz, lekin hozir emas. Kaktus bo'ldi, yo'yaman uni. Kaktus birinchi boshlamaydi. Unda men boshlayman, yo'yaman. Oldimga kelamaysan, kalashnikdan o'qorniga so'p qo'yaman. Nima, meni so'kdingmi? Yaqinda urmaysan deysan, bu yoqda yaqinda. Tosh qilichda bo'lsa ham yo'yaman. Voy jonim kamay, mayli, yo'yaman barmi? Kaktus senga ishonaman, bu qishloqiga ko'rsatib qo'y. Kunlari o'tgandan sanchyapti. Nima bo'lganda ham yo'yaman. Dunyoni boshqa burchaga qochib ketsang ham, qochib ketmasang ham yo'yaman. Oldidan yo'yaman, orqadan yo'yaman, qilichdan yo'yaman, oyoqdan yo'yaman. Xullas yo'yaman, yo'qol bu yerda. Kaktusni joni 500 ta xalli beri yo'yolmaysan. Seni motardimi? Buxovroq ishlarim bor. Bu yerda xazina sochilib yotibdi. Yig'ishtirish kerak hammasini. Ozginasini menga afsuski yoqish kerak. Yo'qsa ekonomika buzilib ketadi, narxlar ko'tarilib, vayronagarchiliklar, xullas IQ yetmaydi. Birinchi marta bularni yo'q qilishingni ko'rdim. Xo'sh do'stlar, endi sizning fikringizcha kim g'olib bo'ldi? To'g'ri, sizlar hal qilishinglar kerak hammasini. Menimcha men yutdim, lekin men yutdim-da. Do'stlar, meni mana bu sassiq narsalardan qutqaringlar, men yutganimni aytinglar izohlarda. Va yana obuna bo'linglar. Bu insonlarga esa meni qo'llab-quvvatlashayotgani uchun katta rahmat. Xayr.